Men Men taksi haydovchisiman. Erta tongdan oqshomga qadar o'nlab yo'lovchilarni manziliga eltib qo'yaman. Mehnat qilib halol rizq topaman. Yangi kun boshlandi. Yaratgandan bugunimni xayrli va barakali qilishini so'rab yo'lga otlanaman. Umr yo'ldoshim doimgidek meni kuzatishga chiqadi. Turmush qurganimizdan buyon shu odatini kanda qilmaydi. Rostini aytsam, uning bu ishi menga yoqadi. Oila qo'rg'oni ekanligimni go'yo shu xatti-harakatlar bilan sezdirib qo'ymoqchi bo'ladi. Ishni uyushmaga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tishdan boshlayman. Shifokor obdon tekshirib, sog'lig'im joyidaligiga amin bo'lgach, menga mashina boshqarish uchun ruxsat beriladi. To men kelguncha texnik ko'rikdan yaxshi chiqqan, bora-bora qadrli bo'lib qolgan mashinamga o'tiraman-da, yo'lga otlanaman. Men sizga aytsam, bizning ishimiz ota-bobolarimizning ham sayohat, ham tijorat degan iborasi ravishiga mos keladi. Ham mehnat qilib pul topamiz, ham kunimiz sarguzashtlarga boy bo'ladi. Shahrimiz ko'chalari kun sayin chiroy ochib boryapti. Yangi qurilayotgan binolarni ko'rib, ko'zingiz yashnaydi. Eng muhimi esa yo'llar ravonlashyapti. Hamma ham o'ziga kerakli narsa haqida gapiradi-da. Lekin rost lafzni aytganda, bu obodliklardan shahrimiz aholisi ham mamnun. Ba'zan mashinamga boshqa viloyatlardan, qo'shni davlatlardan kelgan mehmonlar o'tirib qoladi. Oldin ko'rganlar Termizni endi taniy olmayotganini aytsa, ilk bor kelayotganlar chekka viloyat markazi shunchalar obod bo'lganini va bu shaharda o'zgacha taftni his qilganini e'tirof etadi. Ana, bugungi ilk yo'lovchim. Talaba shekilli. Qulog'ida telefonu, o'zi beparvolarcha mashina to'xtatyapti. Ertalabdan kim bilan buncha tortishadi bu yigit-a? Yoshlar nahotki shunchalik sersarda va murosasiz bo'lib ketyapti. Qaydam, bundan 3000 yil avval topilgan manbada ham keksalar yoshlarning tarbiyasi buzilib ketayotganidan noligan ekan. Balki biz yosh kattalar ularni tushunishga, his qilishga harakat qilmayotgandirmiz. Keling, yigitchani bir suhbatga tortay. Koshki dilidagini to'kib yengillashsa. Ha, to'g'ri topibman. Aynan yosh va katta avlod o'rtasidagi tushunmovchiliklar qiynayotgan ekan bu yigitni. Taskin berdim. Ko'nglini yozadigan gaplar aytdim. O'zi ham ancha mulohazakor, bilimdon yigitga o'xshaydi. Mayli, omadini bersin. Biz kattalar esa yoshlarni eshitishga, tushunishga, qalbiga quloq tutishga o'rganishimiz kerak.
E'tibor qilsangiz, hozir haydovchi va yo'lovchi orasida ham ziddiyatli holatlar tez-tez yuz berib turadi. Odamlarda bir-birini his qilish xususiyati kamayib ketyapti. Men ba'zan o'zimdan yoshroq, gali kelganda o'zim tengi haydovchilarga ham aytaman. Birodar, siz yo'lovchining kayfiyatiga qarang. Unga xizmat ko'rsatyapsiz, u esa sizga haq to'layapti. Magnitofonni baqirtirib qo'yib, uning ensasini qotiradigan gaplarni gapirib ketmang. Yoki o'zingizga daxli bo'lmagan narsalarni ham so'rayvermang-da. Taksi haydovchisi ham salkam psixolog bo'lishi kerak. Chunki mashinamizga har xil fe'l-atvorli odamlar chiqadi. Ular bilan qanday muomala qilishni o'rganishimiz shart. Bizning hayotimiz yo'llarda kechadi. Ana shu yo'llarda hojatbaror, suhbatdosh, guvoh va o'zimiz uchun xulosa yasovchi bo'lib yashaymiz. Naqadar zavqli va mashaqqatli bu amal. Ana, ona bolaga ham taksi kerakka o'xshaydi. Kun botyapti. Ularni tezroq manziliga yetib qo'yay. O'zbek ayollari farzandining baxti kamoli uchun yashaydi. Ibo hayolari esa ularning yaratgan, ato etgan boyligidir. Buni qarang. Nega o'pkasini bosolmay mashina haydaydi-ya bular? Shahar ichida odam ko'p, transport ko'p. Xudo ko'rsatmasin, bir korxol yuz bersa nima bo'ladi? Bir lahzada ham o'zini, ham boshqalarning hayotini barbod qilishi hech gap emas. Ana, qoida buzarligi oqibatida yo'l patrul xodimining qo'liga tushibdi. Janjallashishyaptimi chog'i, a? Qoida buzarlik qilib ham o'zinikini ma'qullashni qo'ymaydi-ku. Xodim menga ham to'xtang deya ishora qildi. Mana, xushmuomalalik bilan xizmat vazifasini o'tayapti-ku bu yigit. Hujjatlarim joyidaligini ko'rib, javob berdi. Oq yo'l tiladi. Qonun doirasida ishlayotgan davlat xizmatchisiga faqatgina o'zi egri kishilargina ola qarashi mumkin. Tungi Termiz yana go'zal va fayzli ko'rinadi. Shahardagi chiroqlar yog'dusi odamning ko'nglini ham yorishtirib yuboradi. Mana, bugungi ish kunim ham tugadi. Mashinani uyushmada qoldirib, uyga jo'nayman. Oilam bag'riga qaytdim. Bu ayol meni xush kayfiyatda kuzatish va kutib olishni o'zining burchi deb biladi. Kun bo'yi toliqqanini sezdirmaydi. Yo'qsa, ro'zg'or tashvishi, farzandlar tarbiyasi shuning zimmasida. Qizlarimni odobli, mehribon qilib ulg'aytiryapti. Xonadonimning fayz va barakasi ham u tufayli. Hozir shularni o'ylarkanman, sevimli shoirimiz Usmon Azimning bir she'ri yodimga tushdi. Uyda chiroq yondi, qaynadi qozon, plitada olov gulday sarsari, stolga to'shaldi oppoq dasturxon, changdan xoli bo'ldi tokchalar bari. Bo'shliq qarshisida bo'sh turgan oyna yuzini nim to'sgan choyshabni yuldi. Yuzingni lahzada aks ettirdi va taqlid ham ayladi. Jilmayding, kuldi.
Deraza dunyoga boqdi charog'on, balkonga yuvilib kirlar osildi. Dazmol bug'lar tarab yugurdi ravon, g'ijim ko'ylaklarning qati yozildi. Xirgoyi zo'riqmay sokin kuyladi, xonani to'ldirdi bir iliq tuyg'u. Gazeta o'qirkan erkak o'yladi, cho'chitib bo'lmaydi. Baxt qushidir bu. Ko'ngil obodligi har nedan afzal. Umrimiz yo'llari ham bugun biz yurayotgan yo'llar kabi ravon va yorug' bo'lsin.